Bugun poytaxtimizdagi muhtasham Humo Arena sport majmuasida yosh dzyudochilar kutgan xalqaro musobaqa Tashkent Open Judo Kids Cup turniri start oldi. An'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan mazkur musobaqa yil sayin o'z nufuzi va qamrovini kengaytirib bormoqda. Bu yilgi musobaqada Braziliya, Italiya, Ispaniya, Rossiya, Qatar, Saudiya Arabistoni, Gruziya, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iz Respublikasi hamda boshqa davlatlardan kelgan 3000 nafarga yaqin yosh dzyudochi ishtirok etyapti. 4-bor tashkil etilayotgan musobaqada 2012 hamda 2019 yillar oralig'ida tug'ilgan o'g'il bolalar g'oliblik uchun bahs olib borishadi. Shuningdek, 2014-2016 yillarda tavallud topgan qizlar o'rtasida ham chempion va sovrindorlar aniqlanadi. Turnirning dastlabki kunlaridanoq tatamida qizg'in va murosasiz bellashuvlar kuzatilmoqda. Turli mamlakat vakillarining bir tatamida jam bo'lishi musobaqaning nufuzini yanada oshiradi. Ta'kidlash joiz, Tashkent Open Judo Kids Cup turniri nafaqat yorqin sport tadbiri, balki kelajak chempionlarini kashf etishga xizmat qiladigan muhim xalqaro platforma.